Bu mahluqqa bitta like bosib qo'ying, saloniga ham maza qilib Mana qarang. Voydo, mana shu yozuv ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Rocket 900 Edition. Nimaga unaqa qizil qora desam, biringiz ham shunaqa ekanda aka. Hammaga nasib qilsa, mana shunaqa mashinalarni haydab yurish. Mana shu yozuvni prosta yopishtirib qo'yilgan, yasalgan desam, haqiqiysimi bu aka? Yirtqichi haqiqiy. Diqqatdan topasiz bunaqa modellarni. Sizga qarab ilhom olaman. Ta'baga qarab ilhom olasiz nima? Tandir food degani bor. Yana yengillik qo'shdi. Tandirda ovqatlarimiz pishadi. Voy, qani mana bitta qopdi. Bitta qopdi, xolos. Qani? Boshqa tugab ketibdi-da. Voy. Tandir qash tuyoq til aralashib bo'ladi. Mana o'sha mashhur Ta'bani sekretini bilib qoldim-ku. Ashunqa katta 14 ta qozonda ketma-ket pishirilar ekan. Voy doda, suklari bilan turishda ham ko'rgan odam ishtahasi ochilib ketadi, tanlari. Ahmad dodadagi ko'za hash yangi ovqatni yegani keldim. Voy dod, mana qarang. Eng kerakli, eng foydali narsalar hammasi bor ekan. Voy, lagan ilik. Xudan xalada issiqdi kelyapti aka. Albatta bu immunitetni ko'taradigan qishlarda zo'rda bu. Buning ichidagi jamiki narsa vitamin V degani. Techinni Toshkentga piyoda ketarsiz. Realni ta'mini ayting. Reklama emas. Bitta qopdi deb o'zi anlagan. Ichmasalaring bo'lmaydigan bo'lardi. Yap, rostdan yo'rvosh. Ahmad dodaga kelay mana shu hashidan bitta yeb ko'rib. Jobi zeytinda. Bulardan tashqari, ham kosa somsaga maza qildim. Bu ham tandirda pishar ekanda. Bu ham tandirda pishadi, o'zgacha bo'lib, bolgarskiylari bor ichida, uni ham tutab turishadi. Go'shtlari iliq bo'lib ketar ekanda. Biliq qilib qaynatib